Barchaga assalomu alaykum aravonlar. Bilasizlar, biz Almayda kafemiz уже 1 yildan beri o'z ish faoliyatini yurgizib boryapti. Endi biz Instagram va TikTokga kirib kelyapmiz. Media tomonlama sizlarga o'zimizni kontentlarimizni, qiziqarli videolarimizni va ishtahalarni ochadigan taomlarni ko'rsatib boramiz. Albatta biz yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Endi bir qator sizlarga zallarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana semeyni kelib o'tirsanglar bo'ladi. Oshna og'aynilar bilan kelib o'tirsanglar bo'ladi. O'tirishlar, marosimlar o'tkazsanglar bo'ladi. Sizlarga ikkinchi zalimizni ko'rsatib o'tamiz. Oldin bu yerlarimiz yo'q edi. Ya'ni bu yerda mana yangi zallarimiz ochilgan. Semeyni kirib o'tirsanglar bo'ladi. Zallarimiz keng, hamma shart-sharoitlari bor. Asosiy yangiligimiz biz bu vaqtgacha soat 5-6 gacha ishlardik. Endi bundan bu yog'iga soat 12-1 gacha ishlaymiz. Sizlarga adresimizni tushuntirib o'tib ketamiz. Machitimiz, glavniy machitimiz, avtovokzalimiz. Bu yog'i hokimiyat tomonidan kelish, bu yog'i O'sh shahridan tushish. Glavniy peshoxodimizdan o'tasizlar, yo'parasida mana bizni kafemiz.